Akalar va nihoyat Onyx mashinamizni ham ishlarni yakunlab oldik. O'zlaring bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Xo'p, akalar, o'sha aytganimizdek 0 dan 100 gacha propan ustanovka xizmatlarini qilib berganmiz Onyx mashinasiga hamda eng full zapchastlar bilan ustanovka qilib berganmiz. Reduktorlari Nordic italyanskiy reduktor bo'ladi. O'zimiz shunaqa maxsus kranshtenlar qotirilgan, ideal holatda joylashtirib qo'yganmiz. Hatto bu tarafda monogaroziy filtrlarni ham ideal qilib ustanovka qilib, bir tekisda qilib, urovenda qilib, chokka qilib 100% zavod holatiga olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, akalar monogaroziy filtrni ham kranshtenlar qotirganmiz. Xo'p, bu tarafda injektorlari, Valtec injektorlari bo'ladi. Haqiqiy italyanskiy original injektor hisoblanadi, akalar. Buni ham o'zini maxsus kranshtenlar qotirib, urovenda chokka qilib, malakali ustalarimiz tomonidan chokka qilib yig'ib qo'yganmiz. Shu xolosni disklarni akalar blok upravleniyasini ham ideal joy tayyorlab, unga moslab kranshtenlarda qotirib, ideal zavod holatda qilib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, akalar, o'sha blok upravleniyasi mashhur blok upravleniya Alex Optima Nano blok upravleniya bo'ladi. Bilasizlar, akalar, obida funksiyali bo'ladi bu blok upravleniya. Ya'ni o'zini o'zi adaptatsiya qilib, cheklarini o'chirib yuradi. Xo'p, akalar, sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga pastki nomerlarga murojaat qilib kelsalaring, inshaalloh ishlaringni chopga qilib bitirib beramiz.